Yomoni kelib qolmadi. 2015-yil kraskasi почти toza, kichkina pitnosi bor ekan. Kelishsalar ham shu yerda yashirib olasizlar. Mashin shilinganiga sepib qo'yilgan ekan. Yengil qirilganiga mashina olib chiqib qirib olganiga sepilgan ekan. Qanotga bas mashinning o'zi sepilgan ekan. Lekin 212 ming yurgan MX zo'r, 3 tali motor, tiniq holatda, motor ходовой, korobka ishi yo'q. Chexol, polik, kovrik hamma yo'g'i joyida. Mashina bir qo'l, olasiz, minasiz. Любой dokument qilib beraman deyapti. Generalniy оформление texpasport, medosмотр hamma hujjat deyapti. Xo'p. Mashinani mana shu orqasida rapani bor ekan, mana tabletkasi. Bagaj shumka bo'lgan ekan. Chexol qimmatdan taqilgan ekan. Prosta chexol yoshligida taqilgan ekan. Shumka bo'lgan ekan. 4 teshik shumka bo'lgan ekan, pulti bor ekan. Xo'p, mana 3 tali motor, rul gidravlika, parafani, yaxshi akkumulyator qo'yilgan, hech qanaqa rasxod yo'q. MX lar asosan injig'i bo'lmaydi. Beslar injig'i bo'ladi. Bular injig'i bo'lmaydi, 3 tali motor bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, $4000 deyilyapti, to'g'rimi? Generalniy оформление bo'laveradi, любой dokument. Like bosib, video tarqay, ekran telefon nomeri turibdi, aloqaga chiqaverasizlar.